O'rilarimiz gullaganda dorilarini sepdik. Mana xudo xolasa 100% mevasini ushadi. Mana shu holatda turibdi. Endi videolarda ko'ryapman. Hamma o'zini fikrlarini bildirishyapti. Mayda o'rilarni chickanka qilib ozaytirib qo'shyapti. Shularga sizdan bitta maslahat kerak endi. O'zingiz ko'rsatib nima qilib bering endi. O'rilaringizga batda 80 gektarga boqilgansiz, ko'chatlar o'zida bor. Batda 7 xil, 8 xildan ziyod yaxshi sortlar ekilgan. O'riklar gullaganda ichidagi qurtlarga vitaminlarni sepganmiz, juda ham sifatli ushlagan. Endi bu holatda hozir biz g'o'ralarni terib chiqsak, bular yetkazib beradigan g'o'ralar. Bu kimlardir menga ham tashishadi har xil videolar, lekin o'zingiz fikringiz bo'lishi kerak. O'zingizniki endi siz o'zingiz bog'ingizni nima qilib buni tashalmaysiz, chunki bu pul turadi. Yo'q, mevasini ozaytirish maqsadida shuna video qilishyapti. Ozroq bo'lsa, deyapti, kalibri kattaroq bo'lsa, bozorda ham sifati yaxshiroq bo'ladi deyapti. Shunga sizdan bu bo'yicha o'zingiz texnikalaringiz bor, dorilar sepamiz, hamma mevalaringizni bir xil standart qilib yetkazib beradi. Kapilni tagidan, tepasidan dorilar beramiz. Bugun xudo xolasa 1-aprel 2025-yil o'riklar sifat yaxshi, Farg'ona viloyati bo'yicha rang olish ishlari kiryapti o'riklaringizga. Endi xudo xolasa mana shu oyda 20-25 ga xudo xolasa pishiramiz degan niyatlarimiz bor bizga. O'rik yaxshi, hosili yaxshi. Endi mana o'zi keraksiz, quvvati kam g'o'ralarda juda ham mayda bo'ladi. Shularni o'zi to'kib yuboradi. Buni to'kib chiqish shart emas. shamolda ham o'zi ozayapti. O'zi to'kilmaydi, yaxshi sifatli yetkazib beradi. Juda ham zo'r bo'ladi. O'riklaringiz zo'r ushlagan, gullagan paytida dorilarni sepganmiz, hozir ham sepamiz. Vitamin daraxt o'ziga birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bu mevangiz bo'yicha qurtlashi, shira tushishi, yomg'irda siz tog' oldi bo'lgani uchun yomg'irdan keyin shira ko'proq tushib turadi. Demak, fikringizcha bularni ozaytirish shart emas. Yo'q, bularni ozaytirish shart emas. O'ziga kerakli nimani juda ham yaxshi, sifatli qilib ushlaydi. Chunki agressiv jarayonlarni yaxshi qilgansiz, menga ma'qul kelgan, shox bo'yicha meva oladi. Ujit mana taydagi shoxlarda ham mevalari bor, har bitta mana barglar taydi. O'riklar yaxshi, zo'r hisoblanadi, lekin siz bularni to'kib yubormang. Agar raz ko'nglingiz chopmayotgan bo'lsa, bir tub to'king, keyingi yilga o'zingizga reviziya ko'rib oling. Lekin buncha 80 gektardagi g'o'rani to'kib udda qilolmaysiz. Bizda yer ko'p, bitta tonnasi ham ko'pda buni. O'shaning uchun endi hammasini ozaytiraylikmikin deb 1 kilodan to'kib yuborsangiz ham hazlagan tonna to'kib yubormaysiz. Shuning uchun o'shani o'rniga dorilaymiz, hammasini yetkazib beradi. Buni 1 yil kutyapmiz-da buni mevasini olish uchun. Endi to'g'ri, o'zingiz ham ko'chatchisiz, berasiz, odamlar ham kutadi. Endi hamma o'ziz ham agronomlik qilasiz, bilaman. Sifatli ishlaringiz bor, ko'raman, bilaman, birga ishlaymiz. Lekin birov agronomlik qilsa, g'o'rani to'kish kerak bo'lsa, misol uchun shunaqa palajenik deb qolsa, bu shoftollarda g'o'ralar to'kiladi. U maksimalni ichidan toqalarni tashlab. Bu o'rikka shart emas. O'rik chunki 4 yosh, 4 ga to'layapti. 4 ga to'layapti. Kapilli sistema, hech narsadan quvvat kam emas. O'rik bog'i zo'r. Meni maslahatim o'zimniki. Misol uchun g'o'ralar to'kib yubormaydi. Bu g'o'ralar o'zi mana keraksizlar juda ham kichkina, kerakliklari yaxshi. Sifatni olib qo'ygan o'ziga. Hozir dorilashlarni videosini o'zingizga hozir olib kelib ko'rsatamiz. Dorilarimiz bor. Ularni sepamiz, bitta septiramiz, ko'ramiz, tekshiramiz, bilamiz. Lekin sizdan oldingi paytlarda shunaqa qilgansiz. G'o'ra to'kib olish shart emas. O'ziga yetarli ushlaydi. Hozirgi holati ekayapti. Hozirgi holati juda ham zo'r. O'rikka bu kilo, bu sistema, bu zo'r degani. Xudo xolasa yillarga bundan ham zo'r narsalar kutib olishni talab qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.